Internetlarda shov-shuv bo'lgan BYD Sealine 08 mashinamiz, hurmatli obunachilarimiz. Buni ikki xili bor, gibridi, elektri. Elektri 900 km yuradi, to'liq zaryad bilan. Gibridi ham 400 km yuradi. Mashinani sedanni biznes klassdan adashmagan bo'laman. Mashinamizni mana bitta yondan ko'ramiz. Mashinamizni diskalari 21-razmerda diskalarda turibdi. Mashinani eshiklarini ochilishiga e'tibor beramiz. Bitta ochilmadi, mana bitta ochilar ekan. Beskulchoy do'st ekan unisi. Mashina saloniga kirib kelganimizda oppoq salon kutib oladi bizani. Interyeri qaranglar. Ikkitalik panorama tom. Qani yo bismillah. Bu yoqdan ichini ko'ramiz. Mashinamizda monitor, bu yoqda multifunksiyalar rullari, skorslari qo'lida ekan, besprovodnoy zaryadkalar. Interyeriga juda gap yo'q. Mashinamizni endi bitta orqasidan ko'rsatib o'raman. Mashinamizni mana orqa salonlari. Orqadan ko'rinishi juda